Mana bu zalni qarang, zalni kattaligini qarang. Zalni ham o'rtasini mana bu balkon tomonini ochib, arka qilib, bu tomonni ham katta bitta zal qilib qo'yishgan. Balkonni o'rtasini to'sishgan, bu tomoniga kichkina qilib mana oshxona qilib qo'yishgan. Bu yerda gaz suv svetlardan muammosi yo'q joyda. Mana bu gazni qarang, mana shuni. Gazlari ham bor, hamma sharoitlarga ega. Asosiy ishidan kirishimizga to'g'rida bitta kladovkachasi bor. Chap qo'lda o'zini bitta xonasi. Remontlari to'g'ri, o'rtahoq, lekin o'zingizni fikringizga qarab bitta moslab remontlarni qilib olasiz. Xo'p, bu tomonida alohida mana vannaxonasi, aristollari bor, qo'yib qo'yilgan. Bunisi mana hojatxonasi. Alohida. Bu tomonida oshxonani hozir mana bu hozirgi ko'rsatgan joyimizga balkonga olib chiqilgan. Shunda 2 xona, 3 xona qilingan bo'lgan. Kallaxo'rda 4 qavatli binoda 3-qavatida 2 xonali, 3 xona qilingan. Endi remontlari o'rtahoq, o'zingiz fikringizga qarab bir qator bir asishit qilib remont qiladi. Narxini 24500 ga baholandi. Pastga telefon nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu xonadonda xarid qilgan odamga mana bunisi podvalda 2 ta xonani qulf kalit qilib o'rab qo'yilgan ekan. Hozirgi kunda xonadon egalari chevarchilik bilan shug'ullanib, band qilib turishdi. Kim bu xonadonni xarid qilsa, mana shuni 2 ta xonani bonus sifatida shundan beramiz deyapti.